Assalomu alaykum, bu Aziz. Bu matematikadan navbatdagi darsimiz. Demak, o'tgan darsimizda biz oddiy kasrlarni bo'lishni o'rganib chiqqandik. Demak, o'tgan safar darsimizda o'tilgan materiallarni mustahkamlash uchun bugun biz demak, oddiy kasrlarni bo'lishga doir bo'lgan misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimizni tenglamani yechishdan boshlaymiz. Agar quyidagicha tenglama berilgan bo'lsa, ko'paytirilgan x teng 3/4 ko'rinishidagi tenglama berilgan bo'lsa, biz x ni qanaqa qilib topamiz? Demak, ko'rib turganimizdek, x ma'lum bir songa ko'paygan. Demak, ushbu sonimiz 5/8 ga teng va natijada boshqa son hosil, yana bir son hosil bo'lgan. Demak, bir sonni x ga ko'paytirish natijasida boshqa son hosil bo'lgan. Demak, x ni topish uchun biz x ni topishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Demak, chap tarafda faqat noma'lumlarni qoldiramiz va o'ng tarafda ma'lum sonlarni qoldiramiz. Demak, chap tarafda faqat x ni qoldirish uchun biz tenglamani ikkala tarafini mana shu songa, chap tarafdagi songa bo'lib yuboramiz. Demak, agar mana shu sonni oladigan bo'lsak, chap tarafini ham 5/8 ga bo'lamiz, o'ng tarafini ham 5/8 ga bo'lamiz. Demak, 5/8 bu o'zi ma'lum bir songa teng, to'g'rimi? Agar o'nli kasr ko'rinishida yozadigan bo'lsak, adashmasam bu 0,125 ga tengmi? Yo'q, bilmadim. Menimcha 0,125 ga emas, lekin ma'lum bir songa teng. Masalan, 10/2 ni biz 5 deb yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Istagan kasr aslida nechidir songa teng. Demak, mana shu 5/8 0,625 yoki 675 mi? Bilmadim. Necha bo'lishidan qat'iy nazar aslida ma'lum bir songa teng. Demak, mana shu sonni xuddi o'ziga bo'ladigan bo'lsak, 1 chiqadi, to'g'rimi? 1 hosil bo'ladi. Demak, mana shu sonni xuddi o'ziga bo'ladigan bo'lsa, 1 hosil bo'ladi. Demak, 1 ni x ga ko'paytirsak, x hosil bo'ladi. Demak, chap tarafda biz xohlayotgandek faqat x ni o'zi qoldi, noma'lum sonni o'zi qoldi. Yo, buni o'chirish kerak emas, bu qolishi kerak. Demak, x teng bo'ladi. O'ng tarafda-chi? O'ng tarafda endi biroz qiziqarli holat hosil bo'ldi. Demak, 3/4 bo'lingan 5/8 hosil bo'ldi bizda, to'g'rimi? Demak, mana bu kasr chizig'i aslida bo'lish degani biz bilamiz, 3 bo'lingan 4 bo'lingan 5 bo'lingan 8 deb o'qisak ham bo'ladi. Demak, buni ko'rinishini biroz o'zgartiramiz. 3 bo'lingan 4 bo'lingan 5/8 deb yozdik, to'g'rimi? Mana bu kasr chizig'ini biz ikki nuqta bilan almashtirdik. Ana endi bizda ikkita kasr, demak, o'zaro bir-biri bilan bo'lingan. Ushbu oddiy kasrlarni qanaqa qilib bo'lishini biz bilamiz. Demak, birinchi kasr o'zgarishsiz yoziladi. Bo'lish amali ko'paytirish amaliga o'zgaradi va keyingi ikkinchi qatnashgan sonni o'zaro teskarisi olinadi. Demak, ikkinchi sonimizda bizda o'nli kasr, o'nli son, o'nli oddiy kasr. Shuning uchun oddiy kasrni o'zaro teskarisini olamiz. O'zaro teskarisi 8/5 bo'ladi. Ana endi biz qanaqa qilib ko'paytirish amalini bajarishni bilamiz. 3 ni 8 ga ko'paytiramiz, 4 ni 5 ga ko'paytiramiz. Demak, ko'paytiruv amallari qatnashgani uchun ushbu ikkita surat va mahrajdagi sonlarni biz qisqartirishimiz mumkin agar iloji bo'lsa. 3 bilan 5 qisqarmaydi, lekin 8 bilan 4 ni biz 4 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. 8 bilan 4 ni 4 ga bo'lib yuborsak, bu yerga bitta tegadi, bu yerga ikkita tegadi. Demak, 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, pastda 1 ni 5 ga ko'paytiramiz. Demak, yakuniy natija 6/5 bo'ladi. Demak, x tenglamani ildizi x 6/5 ga teng. Mana shu bizning yakuniy natijamiz bo'ladi. Demak, yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, bu misolimiz biroz qiyinroq bo'ladi. Demak, misolimiz quyidagicha. 19 bo'lingan 19/21 bo'lingan 1/21 dan 1. Demak, mana shu ishora bo'lingan 38/41 bo'lingan 2/41. Demak, biz bilamiz, agar qavs ichida berilgan bo'lsa, ifodalar mana o'sha qavs ichida berilgan ishorani biz har doim birinchi navbatda bajaramiz. Demak, bu birinchi qavs deb olamiz buni. Keyin buni ikkinchi qavs deb olamiz va mana shu ikkita sonni topib bo'lganimizdan keyin oxirida biz keyin o'sha sonlarni bir-biridan bo'lamiz.
Demak, birinchi qavsdagi ishorani bajaramiz. Demak, 19 taqsim 21 bo'lingan 1,21 taqsim 1. Demak, aralash kasrni biz oddiy kasr ko'rinishida yozishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, buni biz oddiy kasr ko'rinishida yozishimiz uchun biz mahrajni o'zini yozamiz. Keyin mahrajni butun songa ko'paytiramiz va o'nli kasr qismidagi o'nli kasr qismida suratida joylashgan sonni qo'shamiz, ko'paytmaga qo'shamiz. Demak, 1,21 dan 1 aslida 22 taqsim 21 bo'ladi. Okay? Demak, 19 taqsim 21 bo'lingan 1,21 dan 1 ni 19 taqsim 21 bo'lingan 22 taqsim 21 deb yozamiz. Demak, ushbu bo'lish amalini qanaqa bajarishni bilamiz. Demak, buni o'chirsak ham bo'ladi. Bizga boshqa kerak emas. O'chirib bo'ldik. Demak, birinchi kasr o'zgarishsiz yoziladi. Bo'lishni biz nimaga o'zgartiramiz? Ko'paytirishga o'zgartiramiz va ikkinchi kasrni biz o'zaro teskarisini olamiz. Demak, e'tibor bersak, 21 bilan 21 qisqarib ketadi. 19 bilan 22 qisqarib ketdi. Shuning uchun o'zi yoziladi. Demak, birinchi kasrimizning natijasi 19 taqsim 22 ga teng. Demak, mana shu narsa bo'ldi, topdim. 19, demak, mana shu birinchi qavsdagi joylashgan ishora 19 taqsim 22 ga teng. Demak, ikkinchisini bajaramiz endi. Ikkinchi qavsni bajaramiz. Mana buni o'chirib tashlasak ham bo'ladimi? Yo'q. Pastdan yoza qolamiz yaxshisi. 38 taqsim 41 bo'lingan 2 taqsim 41. Demak, 38 taqsim 41 bo'lingan 2 taqsim 41. Bu bizning ikkinchi qavsimiz. Demak, qanaqa qilib bajaramiz? Birinchi kasr o'zgarishsiz yoziladi, bo'luv ko'paytiruvga almashadi va ikkinchi son o'zaro teskarisiga almashadi. O'zaro teskarisi 41 taqsim 2 bo'ladi. 41 lar qisqarib ketadi. Bittadan tegadi. 38 taqsim 2 ni ham qisqartirsak bo'ladi 2 ga. Bu yerga bittadan tegadi, bu yerda 38 ni 2 ga bo'lsa 19 tadan tegadi. Demak, 19 ko'paytirilgan 1 bo'lingan 1 natija 19. Demak, ikkinchi qavsimiz 19 ni berdi. Demak, birinchi qavsimiz 19 taqsim 22 edi. 19 taqsim 22 edi birinchi qavsimiz. Ikkinchi qavsimiz bo'lsa 19 ga teng. Orasida bo'luv ishorasi bor. Ana endi biz mana shu ikkita sonlar ustida o'zaro bo'lish amalini bajara olamiz. Demak, birinchi son o'zgarishsiz yoziladi. Bo'lish ko'paytirishga almashadi va 19 ni o'zaro teskarisi bu 1 taqsim 19 bo'ladi. Demak, e'tibor bersak, 19 lar qisqarib ketadi, chunki ular qarama-qarshi joylashgan va ko'rib turganimizdek, o'rtasida ko'paytirish amali orqali bir-biriga bog'langan. Agar qo'shuv yoki ayruv bo'ladigan bo'lsa, biz qisqartirmaymiz. Biz nima qilamiz? Biz umumiy mahraj topamiz. Shuning uchun doimo yodda saqlashimiz kerak va juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Masalan, 19 taqsim 22 ga qo'shilgan 1 taqsim 19 berilgan bo'lsa, biz bularni qisqartira olmaymiz. Agar qisqartirsak, xato qilgan bo'lamiz. Tushunarliga biz umumiy mahraj topishimiz kerak. Lekin ko'paytiruv bo'lgani uchun biz o'zaro sonlarni qisqartira oldik. Demak, bittadan tegdi suratiga mahrajiga ham. Shuning uchun yakuniy natija 1 taqsim 22 bo'ldi. Demak, yuqoridagi misolimizning yakuniy natijasi, demak, mana shu ifodani natijasi pastdan yozaman. Joy bo'shatib olish uchun o'chirib tashlash kerak. Demak, mana shu mani sariq rangim bu yerda. Demak, mana shu masalani natijasi 1 taqsim 22 ga teng. Tushunarli? Boshida ko'rinishi juda ham xunuk, juda ham uzun edi va demak, bo'lish amallarini bajarganimizdan keyin biz juda ham ixcham bo'lgan natijaga yetib keldik. Demak, darsimiz shu yerda yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Xayr.